haqiqatan ham ayol ilk ustoz. Mening birinchi ustozim ham aynan ayol kishi bo'lgan va mening ilm olishimda qo'limdan qalam ushlatib, menga o'z bilimlarini, hayotda yo'l topishim uchun o'zining bor mahoratini ishga solgan. Bayram munosabati bilan o'zimning birinchi ustozimni esladim. Ismlari Matliba opa. Ularni va jamiki ustozlarni, ayollarni, onalarni mana shunday 8-mart bilan chin yurakdan, chin qalbdan tabriklayman. Darhaqiqat ayollar hayotimiz mobaynida ilhom manbai hisoblanishadi. Shaxsiy hayotdan biron-bir namuna keltira olmayman-ku, lekin tarixiy shaxslardan namuna keltiradigan bo'lsam, agar ayol ilhomlantirmaganda Alisher Navoiy bobomiz ham chiroyli g'azallar yoza olmasdi balki. Albatta Amir Temur bobomiz ham janglardan balki g'alabalar bilan qayta olmasdi. Avvalambor hammamiz dunyoga keltirgan zot bu onamiz. Men o'zim farzand sifatida yaxshi farzand deb hisoblamayman. Yoshligimdan shu o'qish masalasi, ish bo'lib, masalan, oilam bilan uzoqda yashaganman. Vaqt o'tib shu narsani sezdim. 20 yildan oshibdi men shu ta'lim sohasidan o'zimni uyimdan yoki mahallamdan chiqib ketganimga, avvalambor shu onam qarib qolishiga yoki men vaqt o'tishiga avvalsi o'zimiz sababchimiz. Uzoq hududda mana o'qidik, ishladik. Lekin hamma shu paytgacha shu darajaga yetishimizga, shu yutuqlarga erishishimizga hammasiga asosiy sababchi bu onamning duolari deb bilaman. Ayol fidoyilik timsoli. Ona farzandi uchun o'zini fidoya qilishga tayyor turadi. Farzandini katta qilish uchun uyqusiz tunlar o'tkazadi. Kechdan tonggacha uxlamasdan bolasiga qarab chiqadi. O'z orzu umidlaridan kechib farzandini tarbiyasi uchun o'zini bag'ishlaydigan inson ona. Onani farzandiga bo'lgan mehri, kasal bo'lganda uyqusi qochib unga qarab chiqqanliklari hammasini umumlashtirib onani fidoyi inson sifatida ko'rish mumkin.